Xalqaro astronomlar guruhi HD 137010 B egzosayyorasi kashf etilganini e'lon qildi. Sayyora NASAning Kepler kosmik teleskop tomonidan 2017-yilda olingan ma'lumotlar asosida aniqlangan. Tahlillarga ko'ra, sayyora Yerdan atigi 6% dan kattaroq. Undagi 1 yil esa 355 kun davom etadi. Tadqiqotchilarning bahosiga ko'ra, egzosayyora yashashga yaroqli zonada joylashgan bo'lish ehtimoli 50% ni tashkil etadi. Ya'ni bu hududda suv nazariy jihatdan suyuq holatda mavjud bo'lishi mumkin. Biroq orbital o'xshashliklarga qaramay, u yerdagi iqlim Yerga nisbatan ancha og'ir bo'lishi mumkin. Ushbu tizimdagi asosiy yulduz Quyoshga o'xshash, biroq u sovuqroq va xiraroq. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, sayyora yuzasidagi harorat ehtimol Marsdagiga yaqin bo'lib, -70 darajadan ham past bo'lishi mumkin. Swinburne texnologiya universiteti doktori Sara Uyetning fikricha, sayyorada suv ko'p bo'lishi mumkin, ammo uning katta qismi muz holatida qotib qolgan. Janubiy Queensland universiteti doktori Chelsea Huang esa topilmaning asosiy ahamiyati yulduzning yaqinligi va yorqinligida ekanini ta'kidlaydi. U Yerdan taxminan 150 yorug'lik yili